Qachon ketamiz? Siz o'ltirib turing. Qaytadigan chaqda men sizni chaqiraman. Ajab qiynalgansiz. Menga ketamiz, menga. Menga ketamiz. O'ltirib turmamsiz. Yur, ketamiz. O'ltirib turing. Qaytadigan chaqda men sizni chaqiraman. O'tganki yig'inga men kommunistlarning vakilini qatnashishga taklif qilmagan edim. Ular bu ahvollarni qanday bilgandi? Boshliq, o yoqdagi barliq ishga men mas'ul edim. Jazoni qabul qilaman. Jazolash degan bechoralarning tadbiri men kunanmaydi ekanman. Aslida kommunistlarga teri taraqshitib qo'yay degan edim. Aksicha bo'lib qoldi. Ba'zilar bizning Tianjin punkti bilan qiyishayotgan o'xshaydi. Ularning bizning u yerga odam o'rlashtirganimizni bilishi ajablanarli emas. Biroq ular bunday tafsiliy tizimlikni qanday bilgandi? 3 kun ichida buni aniq tepib chiqib, menga yo'llang. Sizga bergan jazom shu. Hop, boshliq. İçimizde bir şeytan var. Moşundaq desek bo'lamdi. Bo'ladi. Biroq u şeytan qayerda? Sizlarning gapinglarni anglab boqay. Kompartiya vakili 2 yerda xatolashdi. Birinchisi Sonfey Bowdonliq edi. Uni tangshanlik dedi. İkincisi Chimbey 21 yosh edi. Ular 24 yosh dedi. Mushu 2 xatolikdan tahlil qilganda axborot bizning Tianjin punktidagi yuqori qatlamdan chiqib ketmagan. Menimcha shayton tuvan qatlamda. Chunki tuvandagilarning ko'pinchisi ahvolni pishiq bilmaydi. Siz-chi? Agar heliqi ayol vakil qasdan xato degan bo'lsa-chi. U bu xabarning kelish manbaini qo'g'dimay qolmaydi-da. Shunga meningcha yuqori qatlamni asalli gumondan saqit qilib olsak bo'lmaydi. Men tekshirishni qabul qilaman. Mudir. Men siz bilan hozirlik ko'rishmoqchi edim. Mudir. Baxbiting shug'ishgan. Ustal chirig'ining ostidan topdik. Ati norozilik bildirayli. Xo'p. Yana bormidi? Hamma joyini tekshirdik. Bu uyda amdi yo'q. Ma'qul, chiqib ketinglar. Xo'p. Mudir. Biror gapingiz bormi? Hoyliq chiqib paranglashaylik-chu. Yuring. Luzonfan qatl qilingandan keyin men yo'l-yo'riq binoan Yan'anga ketdim. Shundan keyin aloqamiz uzilib qoldi. Sizlar qancha uzun yurgan? 1 yildan ortiq. Qaysi darajaga yetgan edinglar? Davomli cho'ngchangda xizmat qilavergan bo'lsam, bizning to'y qilishimiz mumkin edi. Uni yuz yurishga da'vat qilish xizmati nemishqa unibamidi? Vaqt yetmadi. Nemishqa? Li Hayfangni qatl qilgandan keyin uning pozitsiyasida to'satdan davolg'ish paydo bo'ldi. Balkim o'zini e'tiborlab ishlatadi deb o'ylagan bo'lish mumkin. Men Yan'anga ketgandan keyin Nanjingdagi yer osti partiya tashkili uning davomli xizmat ishlab ekan, biroq natijasi bo'lmabdi. Siz Yan'anga chegara rayon qo'llash boshqarmasining buyrug'i bilan borganmi yoki ijtimoiy qo'llash boshqarmasining buyrug'i bilanmi? Chegara rayonning.
Yaxshi. Radisni chaqiring. Xo'p. Mudir. Mudir. Mo'shada tarjim qiling. Ma'qul. Yo'lda so'lan. Menga aytib bergan bo'lsangiz, uni ilm yaxshi ko'ramsiz. Men bilmadim. Hamma gap aniq bo'ldi. Siz azaldan tamkin edingiz. Bugun ko'zingizdan sal aloqazorlik chiqib qoldi. Mudir, tarjim qilib bo'ldim. Darhol yangi birinchi nomerga yo'llang. Tezdan javob qaytarsin. Xo'p. Ajoyib ish. Men Sovet ittifoqidan qaytib kelgandan keyin uning derikini qildim. Biroq biladigan odam chiqmadi. Hatto Chongqing tarafga mas'ul bo'lgan Lavxonni bilmaydi ekan. Sizlarning Chongqingdagi munosabatinglarni ko'p odam bilamdi. Ha, nurg'un odam biladi. Sinjayanning shu chaqda mening Yuzoching bilan bo'lgan munosabatimdan foydalanib meni Juntongning 1-aprel kutubxonasiga o'rlashtirish plani bor edi. Shunga munosabatimiz ochiq-oshkor bo'lgan edi. Uning bu yerda bo'lishi tasodifiylik bo'lsa-ku, mening andisham yo'q. Biroq ularning sizga taqobil turish uchun qasdan o'rlashtirishini andish qilaman. Bilishingiz kerakki, biz vakillar o'migining ismligini Gomindan tarafga oldin ola topshirgan. Ularni tayyorlik qilish uchun tamoman vaqt bor. Mudir, xotirjam bo'ling. Men ular qurgan har qanday qiltaqqa tushmayman. Mudir, yangi 1-nomerdan telegram keldi. Yaxshi, siz qayting. Xo'p. Chegara rayon qo'g'dash boshqarmasi uni bilir ekan. Ilgirki munosabatinglarni mo bilir ekan. Biroq uning hozirgi ahvolidan bexabar ekan. Shunga bizni oqsoqoldan so'rab yiqinglar debdi. Mudir, so'rashning hojati yo'q. Siz men cho'qim ishining. Men sizga albatta ishinaman. Bo'ldi, berib dam eling. Atyan amerikaliklar bilan ko'rishimiz. Xotirjam bo'ling. Yuzoching cho'qim aniqlanadi. Bering. Xo'p. Dangming telegrammining mazmunini Zolanga to'liq aytmadi. Telegramida ilgari Lui Zongfangga bu odamni qo'lga keltirishga buyurilgan bo'lib, Lui Zongfang qurbon bo'lganga qadar unimi ko'rilmagan. Li Haifengni o'ngishli qatl qilganligi uchun bu odam Daylining cho'nqur iltifotiga erishgan degan bir jumla gap bor edi. Tianjindan iborat bu notunish shaharda yana kelib askariy yarashtirishdek hol qiliq paytda cho'nqur Juntong orqa ko'rinishiga ega, yana texi Zolan bilan bir mahal muhabbat tarixiga ega bo'lgan Yuzoching paydo bo'lib qoldi. Dangming yuz berish ehtimoli bo'lgan tasodifiylikqa sal qarshi bo'lmaydi. Hey, sizcha? Ha? Bugungi ishga qanday qaraysiz? Meningcha, ichimizda birasi bu xizmatchilarning tizimligini qo'lga tushirib olgan holatdimi? Aran bir kunli vaqt tursa, 8-armiya vakillarining qo'liga qandoq topshirgandi? Nahayt qattiq nazorat qilingan, sirtdan hech kim ularga yiqi yo'litilmagan tursa. Bu ishlarni makuli bir taraf qilsin. Qandaq? Mo'lenching bilan ko'rishdingizmi? Xotirjam bo'ling. U bundoq chaqda qalayimxon gap qilolmaydi. Sizgami oson emas. Kunda o'xshash bo'lmagan ikki ayol bilan munosabat qilib. O'yin qo'yapman shu. Ayollar bilan munosabat qilish oson emas, juma. Biroq ishqibozlik ustisiga nisbatan xuddi kamptigandeklar oson ish. Heli xo'sh ekan. Hatto 3-4 bo'lsa-mu hech qancha emas. Siz ishqibozlikqa ustugi, ha? Nima desam bo'lar? Chongqingdagi chaqda beka vaqt ko'p bo'lgan ekan. Ancha-muncha qizlar bilan ish pishiq qiladigan ishlar bo'lgan. Ishqibozlik ustisi deyishga munosib emasman. Yodimga keldi. Siz Chongqingdami xeyli o'ynagan, ha? Boshliq. Ha? Boshliq, amsi berib ishimni qilay. Ha, ma'qul, siz qaytavering. O'yningizni o'ynayavering, ha? Bo'ldi. Ponkit boshlig'i gapni qasdan ayollarga, Chongqingga burgan edi. Biroq Yuzoching
Zolanning ilgari o'zining ma'shug'i ekanligini topshirmadi. Balkim u qo'rqqandi. Punkt boshlig'ining o'yicha, agar qo'rqib topshirmagan bo'lsa, u boshqa gap. Agar qo'rqish sababidan bo'lmay, boshqa sababdan bo'lsa-chi. Yuizoching Zolanning o'zining ilgirki ma'shug'i ekanligini punkt boshlig'ining bilib bo'lganligini jazmlashtira oladi. Bo'lmasa, u boyqidek gap qilmaydi. Boshliq jazm qilinmagan bo'lsa-mu, uni aniqlash nihoyatda oson edi. Zolanning suratini Chongqingga avatib, uning ilgirki xizmatdoshlariga tunitsala, ish aniq bo'ladi. Agar hozir o'zligidan topshirsa, bak nodonlik qilgan bo'ladi. Chunki punkt boshlig'ining nazarida u izchil holda nihoyatda og'ir besiq odam edi. U davomli yoshirish qaroriga keldi. Hozir kerak bo'layotgani yoshirishning sababi edi. Bu bir o'yin edi. Tayxangshan teg'i chaqpalakni chaqirdi. Tayxangshan teg'i chaqpalakni chaqirdi. 0215 34 27 0101 0273 53 52 45 92. Bu chaqiriqni 1 soatdan keyin yana bir qaytlaymiz. Nima bo'ldingiz? Bugun yig'in maydonida men bilan kar bo'lmadi deb qoldingizmi? Hey, nima bo'ldingiz? Ishni iching. Suyping. Yan komissar xitida nima degan? Sizga mening gapimni anglang degan-ku. O'tib bering, odat ko'rib qoptiman. U ishdim sizning gapingizni anglamdim. Hay. Uningda nima da'vatdi? Hech nima. Nima degan qiziq. Ozroq qora shakar suvi ichib oling. Bunimi biladigansiz, ha? Hay. U xonim ishlatadigan heliq qog'oz, heliqida qog'ozni deyman. Sizga akab bering. Kim sizni akab bering debdi? Nada sotadiganini deb bersangiz, o'zim olaman. Ko'cha og'zidagi do'konda bor. Amn uxlang. Siz Chongqingda xeyli o'ynagan ekansiz, ha? Mo'y idora boshlig'i. Xo'p, men tushundim. İdora boshlig'i, xotirjam bo'ling. Bu yoqning vaziyatini men ilojning boricha o'ngshayman. Xo'p. Kiring. Boshliq. Biz tarafda yangi ahvol ko'rildi.
Nima ahvol, dang? Biz sezgan yerosti telegramma apparatining chaqirishi qarsoq shaharning sharq tarafida Ömi cho'qsi degan nomdagi to'lqin signal bayqaldi. Emi cho'qsi. Jazmlashdimi? Intayin natuni shifrlik chaqiriq. Siz qana qaraysiz? Ömi cho'qsi izchil suqinma holda turib, hamda bosh ko'taribdi. Askariy yarashtirish bilan munosabatli qo'dayman. Undaqda gumonni cho'ngchingdan kelganlarga qartish kerak. Ular hammadan bak gumonliq. Biroq Ömi cho'qsi bizning ichimizda deb jazmlashtirishga bo'lmasmikin? Tizimlik oshkorlanib ketgan ishni mo Ömi cho'qsi qilgan deb jazmlashtirishga bo'lmas. Choshan. Hozir degan favqulodda vaqt. Siz odam o'rlashtiring. Punkt ichidagi Jo'ng'oydan yuqori unvondagilar 24 soat nazorat qilinsin. Xo'p. Boshliq. Ma'atrat boshlig'i egilib olgan nurg'un uskunlar hammasi axborot bo'limining edi. Shuni ipbasingiz bo'pti ekan. Tong'o'jlar. Nima ish qilyapsiz? Uy, mudir, men bir narsalarni yig'ishtirayotgan. Mo xo'jayincho, Bilmayman. rost gap qiling. Qaychib ketdi. Tunogin oqshomda qaychib ketgan. Hammasi shu hiliqi yaponiyalik xotinning ozdirg'inidan bo'lmamdi. Na, qaychib ketdi. Cho'ng bir kemaga chiqib, dengiz bilan ketdi. Ben cho'qan qiz shu. Asta, men buni bilmaydi ekanman, rost bilmaydi ekanman. Qaychib ketibdi. Mumkin emas. Uy qup-quruq turdi. Tunogin oqshom qilishgan. Cho'ng bir kemaga chiqib ketdi deydi. Heyli qiz bola ozroqmi shapi bermaganmi? Yo'q. Balkim u men bilan o'yin o'ynab meni qoldirlatgan bo'lishi mumkin. Qashqinimi bo'pti. Heyli yaponiylik xotin bilan Yaponiyaga ketgida iloyim. Chapsan saqchi idarasiga deylik, uni tutish buyrug'i chiqasin. Eng yaxshisi uning kemaga tushib qochganini demaylik. Yuqori bilib qolsa, sotqinni qochirib yetibdi deb. Siz bijiring. Ma'qul. Boshliq. Meni ishqibozlikning ustisi deysiz, dexe. Men ashu mushtumdek bir qizolig'im tankelamadim mana. Amaliyotda men doim ayollarning domiga tushib ketaman. Domi, ha? Shundaqmi? Shundaqroq. Men ketdim. Tutish buyrug'ini har qaysi Piriston va vokzallarga yetkazinglar. Qechib ketmasin. Xo'p. Zicha, Ha? anladingizmi? Nimani? Men aldirashchilikda bir qo'limni ishga qilolmay yursam, Lo'chavshan deganning mendan so'roq so'rayman deb turvog'imni ko'mamsiz. Nimani so'raydi ekan? Cho'ngchangdan kelganlarning hammasini so'raydi ekan. Ayni yilidagi hilqi Ömi cho'qsi. Hozir Tianjin ekan deydi. Zamin qaytirib ilingandan keyin Tianjinga kelganlarning hammasi tekshiriladi ekan. Garnizon shtabi bilan partiya boshqarmasida necha 10 odam bor. Ömi cho'qsi degan. Kompartiyaning Yaponga qarshi urush mezgildagi shefirtig'i. Hozirgacha ishilib yetibdimi? Mumkin emas-da. Hammamiz gumonli xo'p qolsak, u xush bo'ladi. Bizdan gumonlansa nim foydasi? Nim foydasi deysiz-ku, spy bo'laman. O'ylab beqinglar. Hozirgacha muavin punkt boshlig'i yo'q. Bu nomzodlikqa uchimizdan boshqa kim bor? Ha. Mundaqda. Atrat boshlig'i, siz bilan Lomudir ishkanlar jo'xsho. Men Shosho. Muavin punkt boshlig'i degan ishkanlarning orasidagi ish men bilan aloqasi yo'q. Amasa sizmi Chongqingdan kelgan-ku? Shundaq? Ha? Tekshirsin?
Тамақ яң. Яңа? Тамақ егеч, маңа бұл кезіні оқып берің. Немені оқимын? Мұндақ киімні тазлашқы қаршы жаңды мәмі кейген. Пәкәт әмілім оныңдәк чоң әмәс еді. Bu gez nereden geldi? Сетіп алдым. Kim sizni elan dedi? Қыммәт әмәскен. Pul içim ağır mı de? Ені вақыры қыл тұрдыңыз ғо. Пұлғы ішіңіз ağırмыса, немек ішіңіз ağır де әмісі. Hazır nurgun gez yayımlarının həmisini işbiyular nazaret kılıdı. Siz xat tanımaydıgan, əzəldən gezdə almaydıgan turuqluq. Atayım bu gezdə asınız, moş söhretdə dep ağlınızda sarang mı bilib almamda? Şunçacık adamlar ilivasa, işbiyular qaysı birisini nazaret qıp bulalaydı. Tazımı bir? Siz ulağı oxşamtınız. Sizдің eriniz cüntong punktu bolğan iken, siz nazaret qilish nişanı bulursiz. Önünüzünü pəs qılın. Ula anlap qaladı. Gapni burab tanqiddan qutulaman deyman. Mən mu başlıq bolğan? Neçə 10 adamga rəhbərlik qılatdım. Mən xatalaşqan yoldaşlarını tanqidlash usuliga şundaq diqqət qılatdım. Tanqidlash usuli deb ketkinni. Tağ içində anısanı yoşurun oq eteş meyna bina kömüş pay qıstırılan xatı qoşu. Ağzınızını yumun, ha? Mən mu oxuyamğır işçidən gələn adam. Meni közgə ilmay atamsız texi. Mən sizə aytıb qoyay. Sizdə çoğ yap, çoğ içib, altın kömüş para elib, kəşkişmişmiş gəplən tınlap, can baqqıdığan adamni mən mi közgə ilmayman? Astıraq gap qılayın. Demigi vaqraysız. Biz degan yapon pakallar bilan jinimizni alqonga ep qo'yib jan qilgan. Siz nima etdingiz? Nimangizga bizni mazaq qilasiz, ha? Yu mudir? Bu sizning mush oylik maoshingiz. Rahmat. Men qaytay. Javob g'altir, kirib o'ltirib chiqmamsiz. Bo'ldi. Men qaytay. Xo'shamsa. Tamningmi qulqi bor deganni amni bilgansiz? Bu chaqiriqni 1 soatdan keyin mushu to'lqinda qayta anglatamiz. Tövəndə chaqirimiz. Koni ekran qabul qiling. 722 15 36 90 47 31 42 27 05. Siz meni tanqid qilsangiz bo'ladi. Biroq bizning tog' ishidagi qo'shonimizni ko'zga ilmasangiz bo'lmaydi-da. Bir pay o'q bilan kallining yermi uchib ketib, mengining qaytig'i bo'yniga sangilab qoladigan tursa. Qo'shonimizdagi 9 birodarim o'lgan. Ularning uyida balavoqlari, qeyri ota-onalar qoldi. Ayting, siz nima deb bizni ko'zga ilmaysiz? Ayting. Söyle. Bu yoqqa keling. Bormayman. Qarab beqing.
Nimaga qarayman? Hech nima yo'q. Birla mashina turdi-ku shu. Mashinaning ichidagisining nima odamligini bilamsiz? Nima odam? Bizni nazorat qiladigan ishpiyonlar. Süper. Bu yoqqa kelib o'tiring. Agar bugun biz bir uyda yotmay, ost-ustida bo'linib yotgan bo'lsak, sirtdagi ishpiyonlar sezib qoladi. Sezgandan keyin gumonlanadi. Gumonlangandan keyin texmi qattiq nazorat qiladi. Hatto biz uyda yo'q chaqda ular kirib, maxfiy tinchig'ish o'rnatib qo'yishi mumkin. Tinchig'ish intayin kichik. Ular uni bu uyga qo'yib, o'zlari mashinada o'ltirib bizning gapimizni anglayverdi. Uzun quloq. Yana boya siz unlik gap qilganda Jo Yafu muhim bir eg'izini anglab qolgan bo'lsa, mahkuy darhol xabar topadi. U chaqda biz kallamizdan ayrilishimiz mumkin. Sizmi past gap qilmadingiz, Jumo? 3 yilning oldida bu chaqda Junto'ng suqinib kirgan uzun yil bo'lgan bir koni yarasti xizmatchi koni kommunist uxlab etib bir eg'iz jo'yilib sog'ini uchun bir eg'izladimi? Bir yurish aloqa liniyasidagi 4 yo'ldosh bilan birga o'ltirilib, jasadi daryoga tashlab etildi. Bizning xizmatimiz mana shunday odatdan tashqari shafqatsiz. Kallamiz tushib ketayotgandimi, kulayotgan bo'lishimiz mumkin. Cho'ng ichish, pora elish degan gaplarni amdi qilmang. Bo'lamdi. Bo'ladi. So'qsaqmi, past ovozda so'qishaylik. Heliqi yo'ldosh nima deb jo'yilgan bo'lg'aydi? Choyni yo'ldosh K oqsoqoliq topshirib degan mushi bir eg'iz gap. 5 odamning joniga zamon bo'lgan. K oqsoqol degan kim u? Komandir Likono. Bir boshliq. Nəhayət cho'ng boshliq. Choyni nemish o'ninga topshirib berdi? İşpiyonlar nəhayət tezla uning uyidagi choy qutisi ichidan intayin muhim bir axborotni tepib olgan. Bo'lgan ish shu. Men jo'yilimdiman. Hozir jo'ylamagiringiz bilan oshqushliq paytda jo'ylamaysiz degili bo'lmaydi. Mudir. Bayili keldi. Ha. Asta. K oqsoqolmi yuz ochaning salohiyatini bilmaydi ekan. Mudir. Qanday qilish kerakligini bildim. Endi men qaytay. Ma'qul. Amaliyotda Dangming topshirib olgan telegramma uning deginidek bo'lmasdan, uningda mutlaq maxfiy. Yüzaching ishki axborot xodimi Ömi cho'qisi degan shu. Bu odam ishonchli deb yozilgan edi. Dangmingning Zolangi rost gapni demasligidagi sabab telegrammaning bosh betida mutlaq maxfiy degan xat bo'lib, telegramma mazmuni uning o'z bilan cheklanadi. Bu qattiq intizom edi. Tunagan tushdan keyin sen vokzalga bormay nega bording? Atrat boshlig'i, narxis odam. Men 8-armiya vakillarining poyezdini tushkunni ko'rdim. Meni ahmoq ko'ryapsan? Demaysan shundaqmi? Bo'pti. Demaydigan bo'lsang, tizimlikni oshkorlab qo'yish jinoyatini sana atdiman. Men demayman emas, atrat boshlig'i. Deymayman. Men shu sen demaydigan gapni anglamoqchi. Kuldirga anglag'im kelsa, teatrxonaga borardim. Buni siz punkt boshlig'idan so'rang. Punkt boshlig'idan? O nima vazifa badi? Mo'lyanchingni nazorat qilib oldim. Mo'lyanchingni?
Boshliq seni Mo'lyanchingni nazorat qilg'ili avatdimi? Bo'lmasa, punkt boshlig'idan so'rab beqing. Nimani bayqading? U punkt boshlig'i bilan Do'nqa choyxonasida birga choy ichdi. Yaqında punkt boshlig'i Mo'lyanching bilan 3 qitim uchrashdi. 2 qitim choy ichdi, 1 qitim choyli top o'ynadi. Yana nima ish bor? Mo'lyanchingning jiyan qizi Muvancho bilan uy mudirning aloqasi qo'yuq. Nima qalaymiqan ishlar bu? Yana 8-armiya vakili Dingmudir bilan oliy maktabda savodlashgan. Ular uchrashdimi? Bilmadim. Tunigun oqshom Mo'lyanching oilasi bo'yicha g'oyib bo'lib ketdi. G'oyib bo'ldi. Punkt boshlig'im. Eliq 8-armiyaning ayol vakili xili chiroyli ekan-da. Sharq shamili. Har qancha chiroyli ayolmi harbiy formani kiysla ayol kishiga o'xshamay qoladi. To'g'ri. To'rtman. 8-armiya. 8 tuman. Nadik 8-armiya ekan u. Ahmaq singlim, qarang sizni. Boya telefon keldi. Day xo'jayin Tianjinga kelib, ko'zdan kechirdi ekan. Beypingdan kelishgan. Bizning Tianjin punkti umumiy tekshirishga duch keladigan bo'ldi. Boshliq. Beypingdan kelgan xabarda deyilishicha, Day xo'jayin Beypingda ratk silishni nihoyat kuchlik ib beribdi. Maxan sen punkt boshlig'iningmi ajili to'shib qolgan o'xshaydi. O Maxan senmi bakla oshirib etgankan. O cho'nda Fanzi Day xo'jayinga bergan sovg'atnimi yo'shirib olgan tursa. Boshliq. Punktimizda axborotning sirtqi oshkorinib ketish ishidan idora boshlig'i jazman xabar topdi-ku deyman. O ishni tekshirish qanday bo'ldi? Kompartiyaning vakili Dingmingning bu yerdagi ba'zi kishilar bilan burundan aloqasi bor ekan. Mo'lyanchingdan bek gumonlandi ekan. Uning ustiga bu odam tunigun ushtumda g'oyib bo'libdi. O sotqindan kommunistlar qechib yuradigan tursa, uning bilan aloqalashadimi? Bema'ni gap. Aloqasi bo'lgan holatdami bizning kommunistlarning turalg'usidagi o'rinlashtirishimizni Mo'lyanchingning bilishi mumkin emas. Tafsiliy ismli qo'y texim mumkin emas. Shu emasmi? Men hozir Mo'lyanchingning bizning Tianjin punkti bilan bo'lgan munosabatini tekshiryapman. Mo'lyanchingni tekshirish darhol to'xtatilsin. Bu Xo'p. Day xo'jayin keladigan tursa, hozirdagi qandoq joq? Yana nima sotqinni tekshirib yuratdik? Boshliq, davomlashtiring. Biz Day xo'jayin kelsa, qandoq kutishni, qilishga tegishli ishlarni maslahatlashib olaylik. O'tgan qaytimqi axborot nihoyatda vaqtida bo'ldi. Mushu favqulodda mezgilda dushmanning soxta abdi bashirsini fosh qilishda intayin muhim rol o'ynadi. Men Beyping Jinan Wuhandagi namoyishchi ommaning Tianjindagi ishpiyonlarni ayblash lozunklarini ko'tarib olganini ko'rib, nihoyat faxrlandim. Bu qaytim yuqori sizni taqdirladi. Rasma? Ras. Ras. Bu qaytim Dayli Tianjinga kelishda ko'rinishda tekshirish bo'lgani bilan yoshirincha uning jazman alohida maxfiy vazifasi bor. Bo'libmi Amerika taraf bilan. Siz harbiy mazmunlarga oid axborotga diqqat qiling. Men uning bilan ko'rishib qolamdim texi. Yaqin arada men yo'lbosh so'ngki setib olamiz degan taqtayni elib etmayman. Axborot bo'lsa, har vaqt men bilan aloqalasangiz bo'ladi. Uqdim. Yo'lda suypon qandaqroq? Menga ayon. Men uni ayblasamla siz cho'qim meni tanqidlaysiz. Biroq u bu xizmatga haqiqatan loyiq kelmaydi ekan. Uning ahvolini men doklad qildim. Uni rostla qaytirib ketsa, 3 yilgacha hech qanday xizmatga qatnashtirmasa, u bu zarbaga jazman bardoshlik berolmaydi.
Mijazınız yo'qmi nima? Xeyli kunlar bo'ldi. Sovuq tegib qolgan o'xshaydi. Doktorxonaga berib ko'rinib beqin. Quruqliq armiya doktorxonasida mening tanishim bor. Ma'qul. Daily degan kim? Kuomintang Juntong idorasining boshlig'i. Jongodagi eng chong shpion. Siz onu nereden anladınız? Bugün punkt başlığının oyda mahjong oynaganda ulardan anladım. Yani nemi gap oldu? Punkt başlığı baldır qaytib kelgende Makuy bilan Liu Chaoshanning xonimlar ketib qoldi. Men punkt başlığının kitapxonasida uzungacha telefonda so'zlashganini ko'rdim. Ular kesse, siz nemi ishga ketmadingiz? Ketay degandim. Biroq punkt başlığının baldır qaytib kelishida biror ahvol bo'lishi mumkin deb o'ylab, qiyib qilib birdan kuzatdim. Söyleyin. Yani mushundaq ahvolga duch kelsangiz cho'qim keting. Sizning vazifangiz razvedka qilish emas. Sizning bundaq vazifa ijro qilish huquqingiz yo'q. Uqdingizmi? Boshqalar uzsa, sizmi uzang. Bo'lmasa punkt boshlig'i gumonlanib qoladi. U degan bir qiyri tulka. Daily degan shuncha muhim odam bo'lsa, uni yo'qotmasam bo'lmamdi. Yo'qotmasam? Qanday yo'qotasiz? Menga bir tal tezatlar bersangiz, men yarim chaqirim oraliqda uning jinini elishga va'da beraman. Nima tezatlar u? Shunimi bilmamsiz? Qopliq topancha. Mavzurchu. Yo'lda Söypeng. Siz o'z xizmatingizning nima ekanligini aniq bilib olishingiz lozim. Marganligim bekor ketadigan bo'ldi-da. Bir foydali joyga o'tdim. Uxladingizmi? Uxlaydim. Siz partiyaga qachon kirgan? Qaysi partiyaga? Kompartiyaga. Men uxladim. Siz partiyaga kirmadingizmi? Mening xizmatim alaydiroq. Izchil hamon kiraman. Hey! Partiyaga kirmagan odam nima deb menga rahbarlik qilatdingiz? Men partiyaga kirganda siz onangizni emib o'tatdingiz. Bo'ldi, uxlang.